Zamonaviy ta'lim, malakali ustozlar, do'stona muhit, qadriyatlar, amaliyot dasturlari, xalqaro sertifikatlar va qulay joylashuv. Bularning barchasi Millat umidi universitetida. Millat umidi universitetiga 2021-yil asos solingan bo'lib, hozirda universitetda 1700 nafardan ortiq talabalarga 70 nafar yuqori malakali o'qituvchilar ta'lim berib kelishmoqda. Universitetning oliy maqsadi millat umidlarini tarbiyalab, xalqaro darajadagi kadrlarni yetishtirib chiqarish orqali millatning oltin davrini takrorlashdir. Bugungi kunda universitet 3 ta zamonaviy o'quv binosiga ega bo'lib, ular A, B va C binolaridir. Har bir o'quv binosi xalqaro standartlarga mos holda jihozlangan bo'lib, universitetda talabalarning bilim olishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari, xususan kutubxonada kitob mutolaa qilishlari, coworking zonalarda dars tayyorlashlari, universitet tomonidan tashkil etilgan intellektual musobaqalar hamda ko'ngilochar tadbirlarda ishtirok etishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. O'quv davri davomida leksiyalar katta va zamonaviy auditoriumlarda, seminar darslari esa maxsus o'quv jihozlariga ega sinfxonalarda o'tkaziladi. Universitetda 5 ta yo'nalish mavjud bo'lib, ular xalqaro BTEC dasturiga asoslangan biznes menejment, buxgalteriya va moliya, ingliz tilini o'qitish, IT, biznes boshqaruvi milliy dasturlardir. Ahamiyatli jihati shundaki, universitetda tahsil olayotgan talabalar dunyoning yetakchi universitetlarini tamomlagan PhD professorlar, ACCA a'zolari, CELTA sertifikatiga ega malakali ustozlar tomonidan o'qitiladi. Dars mashg'ulotlari esa to'liq ingliz tilida olib boriladi. Universitetni bitirgandan so'ng talabalar nafaqat diplom, balki ACCA, CELTA, Pearson BTEC kabi xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishadi. Bu esa ularga butun dunyo bo'ylab ishlash va tajriba orttirish imkoniyatini yaratadi, hatto o'qish davomida ham. Universitetda aynan shu yo'nalishda faoliyat olib boruvchi xalqaro bo'lim va karyera markazi mavjud bo'lib, ular talabalar uchun davomiy xalqaro dasturlar va amaliyot dasturlari ustida ish olib borishadi. MU Debate va MU Master kabi loyihalar talabalarni mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ichki tashkil etilgan klublarda ishtirok etish esa talabalarning bilimlarini boyitadi. Hozirda 2025-2026 o'quv yili uchun qabul ochiq. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Siz ham Millat umidi universiteti talabasiga aylaning. Millat umidi. Become a global citizen.